Hoppa biz. Getir. Çıkmayapti bu. Men oldim. Bitta şöyle yasaveray. Yasavolay. Yasadim. Qilish kerakmi? Oz yo boshqa o'tmadim. Hozir o'zim yasadim. Tek yasadim. Hozir boramizmi bugun? Yo ertaga boramizmi? Ertaga boraveramiz. Bugun boraveraylik. Bo'pti, ketdik. Bugungi ish ertaga qolarmi deyishgan. Bizga taxta kerak. Ko'proq taxta oling. Bu yerda kerak bo'lyapti. Bu gapni qadimgilar aytgan. Fakkaram yasab olishimiz kerak edi. Ko'mir bormizda. Uyga tashlab chiqdingizmi uyga? Bor ekan. Bo'ldi, men taxta bor ketdik, tushamiz. Ketdik. Bugun bu ashida uxlaymiz. Va yetib keldik. Hoppa. Va biz mana bu olmoslarni qazib olishimiz kerak. Keling azizlar, qazib olaylik. Hech kim ko'rmayapti buni. Biz ertaga qishloqlar qayerdan olding deysa, video spot ham bor. Fakkar yasash kerak. Fakkar yasab olasizmi? Ko'mir bormi? Ha, Yasab oling bitta. Bizga kerak hozir. oldim. Hech nima ko'rinmayapti-yu. Hozir. Juda chuqurga tushib ketdim, brat, tezroq yesa. Qo'lga yasadim. Yo, almos, biz boymiz o'zi. Qishloqda bunchalar. Juda ko'p ish kerak. Ko'p ekan. Yerga olmos kiyimlar va tugatish kerak. G'or tugadimi? Shunchalik kichkina g'ormi bu? Yo'q, yana mana bu yerda bor. Uzr. Qayerda? Mana bu yerda. Tushaylik. Mana hozir. Fakkar yasay, brat. Fakkirim bor. Biz bu yerni qazib olishimiz kerak. Bizga ham ko'mir kerak. Juda ko'p ekan. Ko'mir yashim ko'p. Siz qo'yib turing. Men borib kelishim u yerga va bu yer tugatdi. Ketdik, chiqamiz. Bu yoq tarafga boraylikchi. Yuringchi. Yo, lavami? Ha. Temir turyaptimi? Temir. Ana yerda ham temir. Hozir. Yonyapti. Ya. Ketdik, brat, bu yerdan yuring. Temir beraman sizga. Ha, ketdik. Ya, fakkar kerak bizga, brat. Menda bor. Yuring, ketdik. Fakkarlarni yoshtirmay qo'yamiz. Biz sevaveramiz. Keling, brat, chiqing. Oldu. Hoppa, biz registakni olaylik. Va biz uyga ketdik. Orqadamda uy. Ha, orqada. Qorong'i tushibdi. Shuning uchun qorong'i ko'rinyapti. Va ketdik. Uyga tezroq yetib beraylik. Uyga borib, hozir biz dam olamiz va ertaga baliq ovga boramiz. Brat, Orqangizda. bo'ldi.
uxlang. Hozir. Voy. Uxladim. Va turdik biz baliq oviga ketdik, brat. Ketdik. Yuringchi. Ey, zombilar. Yo'q, zo'rg'a bo'ldi. Voy, o'ldiryapsiz. Hozir. Rahmat. Bularni kiyman. Ikkisiniki almashib qolibdi. Yani zombi topaylik. Zombilar boy bo'lsin endi bilaman. Mayli biz baliq tutmoqchi edik, brat. Hozir kattaroq anhor topaylik. Ketdik anhor bo'yida. Biz zombi. Men topdim. Mana bu yerni ochsin. Ha, yo'q. Voy. Biz yetamiz. Chicha qo'ylarni qo'yib. Bu yerda chiqmasa kerak baliq. Nari tarafga boraylikmi? Hozir chicha turaylikchi. Men daraxtga olib turaman. Ha, yo'q. Ha, yuring, brat. Bu yerdan ketdik. Ana orada jitdalar cho'milayotganda. Shu yerga boramiz. Nima qilishdilar? Voy, qo'polmish. Asha jitdani ochib qo'ying. Hozir. Yaxshi ishni qilib qo'yish kerak. Ha. Yozdan berish kerak bularga. Badu yo'q, u vashim. O ana. Yer tushib ketdi. Oldim yana. Yo, bu yer bo'lmaydi bizga. Qayerga boramiz? Kattaroq joyga boraylik. Hozir biz lava topishimiz kerak va paqir yasab, lava bilan suvni aralashtirib, biz nima yasaymiz? Tosh yasaymiz va ulardan biz kattaroq uy yasaymiz. Kecha joyimizda lava bor edi. Hadi. Hozir yasaymiz. Ko'mir bo'lsa tashlab yuboring. Mana sandig'imizga solib qo'ydim. Yo, ko'mir mana bu yerga solib qo'ying. Ketdik biz. Paqir uchun Bitta Uchta. paqir yetadimi? ha yetadi. Ketdik. Paqir bormi? Ha. Hozir suv uchun olay. Suvga ham kerak bo'ladi. Ha, bo'ldi, ketdik. Mana ketdik. Biz u sexni qayerda ochamiz? Mana shu yerda ochamiz. Yoki uyimiz pastida. Ha. Siz suv olib turasizmi? Lavaga birga boraylikchi. Aha, men suv olaman. Suv oling, lavada agar biz yonib ketib qolsak. Ana bu yerda gullar. Biz tog'a tepasiga chiqishimiz shartmikin yoki olsak bo'ladimi? Lolalar, gullar. Hoppa, hop, hop. Voy, lava. Lava oldim, yuring ketdik. Bo'ldi. Va qor bor ekan. Sindirib olishimiz kerak, brat, yuringchi. Ketdik. Sindirib olaylik. Suvni toshib o'tirish shart emas. Voy, lolalarni chiroyligina. Gulzor yo'q bular, gulzor. Bitta muz yetsa kerak. Qo'yoncha. Sovuq yemayapsan bu yerda. Qo'sa bo'lmayapti. Kubik tushmas ekan.
Ketdik. Quyoncha. To'xta sen go'shing. Voy, lavan qo'yib yuborayman. To'xta quyonjon. Brat, uy ketdik. Hozir uyga qolib qoladi. Bular ko'payib ketdimi? Mayli, ketdik biz. Qornim ham ochib ketdi. Hozir. Ya zombi qilich ko'tarib. Siz oldingizmi? Qo'ldagini? Yo'q. Mayli yuring. Yuqori boradi. Biz o'yinimizga ketdik. O'zimizning jonajon qishlog'imizga. Hozir lavasi qochib biz borib ketamiz. Biz buni ustaxonada qilamizmi? Ha. Ana ustaxonada yuring. Ha. Buning oshqotish uchun biz ustaxonaga ketyapmiz. Xo'sh. Biz ketdik. Yetib keldik biz. Keling. Mana shu yerda qilamizmi biroq? Ha. Hozir Biz bu yerda qilamiz. Keling. Uning shu qanday qilinadi? Hozir suv va shunday qilib bu yerga birinchi suv qo'yadi-ya, brat. Keyin lava qo'yib ko'ramiz. Va oshqadi. Va biz bu yerni qilishimiz, ochib qo'yishimiz kerak. hozir men bu yerdan ham qo'llab beraman. Olmayapti-yu. O'zi lava ko'chirib mumkin. Yo'q, o'lib qolaman. Ovqat bormi? Yuring, ketdik. Uyimizga boraylik, brat. Ketdik. Qornim ochib ketdi meni. Ovqat yeb olishim kerak. Xuddi biror kishi urutgandek bo'ldi. Hozir o'lib qolishim mumkin. Uyimiz qayerda? Yo'q. Birta sabzi bo'lsam. Va, Xudoyimga shukr. Yarim jonim bor-a. O Xudoyimga shukr. O'lishimga sal qoldi. Yirtdan o'ldirdi-ya. Birortni molda qilsaveradi. Men o'lib ketdim. Cho'chqa nima qilsam bor yo'qol. Endi qidirib ko'radi. Biz ishini ikkita qilishimiz kerak. Yo temirli eshak qolamizmi? Farqi yo'q. Yo, uzr. Uxlab turaylik birinchi. Va bugun uxlashimizning oxirgi kuni. Va bugun 3-kun. Bugun biza qanchalik boy bo'lganimizni hozir bilamiz. Yuring ketdik. Bor yo'qolma. O'lib ketdi. Yuring brat, biz toshda qolishimiz kerak. Biz ko'p, agar biza 50 ta obunachidan ko'p bo'lsak, YouTube bizga stream qilish uchun stream qilishimizga rozi bo'ladi va biz stream qilib Minecraftda Jollyferni ko'proq qilamiz. Iltimos, yana biz hozir 35 tamiz, yana 15 ta obunachi kerak bizga. Iltimos tezroq podpishka bo'linglar. Va biz agar 50 ta bo'lganimizdan so'ng YouTube'da Jollyfer qilamiz. Agar Jollyfer qilganimizdan keyin biz bu videoni ko'proq olamiz. Hozir yana biz hozir post qo'yamiz. U postimizda sizlar belgilashingizlar kerak. Uning uchun siz belgilaysiz. Siz hozir survival sizlar belgilabsizlar ko'proq va biz survival qildik. Agar sizlarga hozir yana qo'yamiz, qaysi bir ko'proq belgilansa, biz o'shani videoni yana safar chiqazamiz. Lekin bir sababi bor. Agar keyingi videomiz chiqish uchun sizlar bizga 30 ta yoki 50 ta like kerak bizga. Iltimos, ko'p emas, 30 ta 40 ta like va 15 ta odam. Va biz bu videoni 4-qismini chiqazamiz. Biz bu videoni
to'rtinchi qismini chiqarish uchun like va obuna bo'ling.